Samarqandda 3 ta tarixiy masjid buzib tashlangani haqida aniqlandi. Samarqandda 3 ta tarixiy masjid buzib tashlanishi, yana bir arxitektura yodgorligi esa ruxsatsiz ta'mirlanishi oqibatida yodgorliklarga jami 46,8 milliard so'mlik zarar yetkazilgani aniqlandi. Holatlar yuzasidan jinoyat ishlari ochildi. Madaniy meros agentligi bilan o'tkazilgan nazorat tadbirlari davomida Samarqand viloyatidagi 19-20 asrlarga oid tarixiy binolarga jami 46,8 milliard so'mlik zarar yetkazilgani aniqlandi, deya xabar bermoqda Bosh prokuratura matbuot xizmati. Xususan, Kattaqo'rg'on tumanidagi Qo'shok ota masjidi buzilib, yodgorlikka 19,6 milliard so'm. Urgutdagi Ahmad Yassaviy va Hoji O'rinboy masjidlari buzilib, yodgorliklarga 14,17 milliard so'mlik zarar yetkazilgan. Samarqand tumanidagi Kulba arxitektura yodgorligi esa ruxsatsiz ta'mirlangani oqibatida 10,2 milliard so'mlik zarar yetkazilgan. Aniqlangan holatlar yuzasidan jinoyat ishlari qo'zg'atilib, nazorat tadbirlari davom ettirilmoqda, deyiladi xabarda. Kanalimizga obuna bo'ling va layk bosishni unutmang.